هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ankabut tefsiri 56. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ankabut suresi 56. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey mümin bendilerim, mening ziminim hakikaten kengdir. Mangala ibadet kılınla. Her bir candar ölümning təmini tetiğiçidir. Andın bizning dergahimizga qaytırılısılar. İman etgan ve yaxşı amallarni qilgan kishilarni cennetning ostidan o'stanglar iqib turadigan oliy joylarga o'rinlashtiramiz. O yerlerde ular mangu qoladi. Yaxshi amallarni qilguvchilarga beriladigan mukofot nima degan yaxshi? Yaxshi amallarni qilguvchilarga berilgan mukofot nima degan yaxshi? Ular hijrat qilishning jafo mushaqqatlariga, Allohning yo'lida yetgan aziyatlarga sabr qiladi. Hamma ishlarda Rabbiga yo'linadi. Nurg'un hayvonlar öz rizqini üstiga olmaydi, öz rizqini üstiga ololmaydi. Ya'ni öz rizqini tepib yeyishdan ojizdir. Ularni va sizlarni Alloh rizqlandirdi. Allah so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Hicret qilishga ishorat qilish, rizq va yaxshi mukofot bilan va'da berish to'g'risida. Bu Allah tarafidan Allah Teala'nın mümin bendileri üçün ular dinini icra qilishga qodir bo'lolmaydigan yurtdan Allah Teala'ni bir ve bar deb tonib, Allah Teala'ga Allah buyurgan ravishda ibadet qilib, dinini icra qilish imkoniyatiga ega bo'ladigan Allah Teala'nın keng ziminiga hicret qilishga qilingan buyruqdir. Şuna Allah Teala mundaq deydi: Ey mümin bendilerim, mening ziminim hakikaten kengdir. Mangala ibadet qilinglar. Shuning uchun aciz musulmonlar Mekke'de turishga çaresiz qolgan chaqda ular dinni xotirjam ijro qilish uchun Habash ziminiga hijrat qilib chiqdi. Ular u yerda yaxshi o'rinlarga erishdi. Habashistonning podshohi Ashama Najashi, Allah onun rahmet qilsin, ularga o'rin berdi, yordam berib qo'lladi va ularga davlatida xotirjamlik berdi. Shuningdan keyin payg'ambar alayhisalom va boshqa sahobalar Madina Munawvariga, ya'ni muqaddas zamin Yasrib shahriga hijrat qildi. Her bir candar ölümning təmini tetiğiçidir. Andın bizning dergahimizga qaytırılısılar. Yani qayerda bo'lmanglar, ölüm sizlarni tapıdı. Allah sizlarni buyurgan ravishda Allah Teala'ga itoat qilinglar. Bu sizlar uchun yaxshidir. Ölüm cho'qim keladi. Undan qochib qutulish mumkin emas. Andın qaytadigan joyinglar Allah Teala'nın dergahidir. Kimki Allah Teala'ga itoat qiladigan, Allah onu en yaxshi mukofot bilan mukofotlaydi. Onunğa en to'liq savob beradi. İman etgan ve yaxshi amallarni qilgan kishilarni jannatning ostidan o'stanglar iqib turadigan oliy joylarga o'rinlashtiramiz. Yani ularni cennette ostidan su, şarab, hasal ve sütdən ibaret her xil o'stanglar iqib turadigan oliy turalg'i joylarga o'rinlashtiramiz.
Ular uningdan xohlagancha ishiltidi va xohlagan yerga oqtirdi. U yerlarda ular mangu qoladi. Ya'ni ular u oliy uylarda abadiy qoladi. Uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. Yaxshi amallarni qilguvchilarga berilgan mukofot nima degan yaxshi? Ya'ni mu'minlarning amallariga mukofot qilib berilgan bu oliy uylar nima degan yaxshi? Ular sabr qiladi. Ya'ni ular dinni ijro qilish yo'llarida tatgan jafo mushaqqatlarga sabr qiladi. Ular Alloh taolaning roziligi uchun hijrat qiladi. Din dushmanlariga qarshi turdi. Alloh taolaning roziligini izlab, Alloh taolaning dargohidagi mukofotlarni umid qilib ve Allah Teala'nın va'dasiga ishinib, oila bolalaridan, tuqqanlaridan ayrildi. İbn Ebu Hatem, Ebu Muaniq Eş'ari'den Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivayet qildi. Cennette ali uylar bor. O uylarning ichidan qarasa teshidan qarasa u uylarning ichidan qarasa teshidan qarasa ichi ko'rinib turdi. Alloh taolo u uylarni yo'qsullarga taom bergan, yaxshi so'zlarni qilgan, namoz va ro'zini davomli ado qilgan kishilar uxlayotganda kechini ibodat bilan o'tkazgan odamga tayyorladi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Rabbiga yo'linadi. Hamma ishlarda, dinda va dunyolikda Alloh taolaga tavakkul qiladi. Ondan Alloh ularga rizqning biror zaminga xos qilinmaganligi, balki Alloh mahluqotlariga ular neda va qayerda bo'lishidan qat'iy nazar hammasiga rizq berdiganligi. Shundaqla hijrat qiluvchilarning rizqlari ular hijrat qilgan yerlarda texmi ko'p, texmi kengri ve yaxshi bo'ladiganligi haqida xabar qiladi. Ular haqiqatan az muddat o'tgandan keyin boshqa yurtlarda va shaharlarda yurt hokimlariga aylandi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Nurg'un hayvonlar o'z rizqini ustiga ola olmaydi. Ya'ni rizq yig'ishga, uningga erishishga qodir bo'la olmaydi. Etis uchun hech narsa saqlab qola olmaydi. Ularni ve silani Allah rızıklandırdı. Yani hayvanlar öz rızkını tepip yiyişten aciz bolsumu Allah ularning rızkını orunlaştırıp berdi ve kolaylaştırıp berdi. Allah her qandaq mahluqqa münasib rızk berdi. Hatta yerdagi çömölüler, osmondagi uçar qanotlar, suvdagi beliqlarga münasib holda rızk berdi. Allah bu haqda mundaq deydi: Yer yüzüdeki hayvanlarning hammasiga rizq berishni Allah merhamet yüzüden üstiga olgan. Allah ularning turar joyini ve o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhul Mahfuzga yozilgandir. Allah anglab turg'uchidir, bilib turg'uchidir. Yani bendilerinin sözlerini anlap durguçudur. Ularning ish hareketlerini, istirahatlerini bilip durguçudur. Eğer sen ulardan osmonlarni ve zaminni kim yarattı, kunni ve ayni kim bendilerinin menfaati için bo'ysundurdi deb so'rasang, ular cho'qim Allah deb javob berdi. Ular qandaqmi Allohning ibodatidan bosh tortdi? Allah bendilerden qaysi adamның rızkını keng qilmoqchi bo'ladigan, uni keng qiladi. Qaysi bendisining rızkını tar qilmoqchi bo'ladigan, uni tar qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. Agar sen ulardan bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan o'lgan zaminni terildirgan kim deb so'rasang, ular cho'qim Allah deb javob berdi. Aytqinki, sizlarga qarshi paketlar bor bo'lganlikdan Cimi hamda sana Allah xosdir. Belki ularning to'lisi bu so'zlardagi ziddiyatni tushunmaydi. Tavhidning dalillari to'g'risida.
Allah bu oyatda Alloh taolodan boshqa hech ma'budning barhaq yo'qligini jazmlashtirib bayon qildi. Chunki mushriklar Alloh taoloning osmonlarni, zaminni, quyoshni va oyni o'zi mustaqil yaratganligini, kecha bilan kunduzni mustaqil bo'ysundirganligini e'tirof qilib turib, Alloh taolodan boshqa narsaga ibodat qiladi. Allah bandilarini yaratquchidir va ularga rizq berguchidir. Ularning ajallarining har xil bo'lishini, ya'ni yangi tug'ilganlar kichik, yosh, qari holatlarda o'lib ketadiganligini, rizqning har turlik bo'ladiganligini, o'z orasidagi martabaning farqli bo'ladiganligini, ularning ba'zilari boy, ba'zilari kambag'al bo'ladiganligini belgilaguchidir. Allah ulardan kimning nimaga munosib ekanligini, kimning boy bo'lishga, kimning yo'qsullikqa loyiq bo'lganligini bilib turguchidir. Allah o'zining shay'larni mustaqil yaratganligini, ularni o'zi tanho idora qilganligini tilga oldi. Ish mundaq ekan, o nimishqi Alloh taolodan boshqa narsaga ibodat qilinadi? Nima uchun Alloh taolodan boshqaga yo'linadi? Allah igidorchiligida yolg'iz bo'lganligi uchun ibodatni faqatla yolg'iz Alloh taolo qilinishi kerak. Allah nurg'un o'rinda o'zining ibodatga loyiqlik maqomini kishilarga o'zining birdan-bir parvish qiluvchi ekanligini e'tirof qildirish orqali tonitdi. Shak shubhisizki mushriklar xuddi ular talpiyalarida sening da'vatingni qabul qildik, sening bir shirkingdan boshqa shirking yo'q, sen uningga va uning igidorchiligidagi narsaga egisan deganimdek Rabbining birligini e'tirof qiladi. Deganidek Rabbining birligini e'tirof qiladi. Dünya tirikçiligi faqat o'yin, kulka va g'aflatdan iboratdir. Shubhisizki oxirat yurti haqiqiy hayot yurtidir. Agar ular bilsa edi, bu dunyoni o dunyodan ortiq ko'rmaydi. Ular kemiga chiqib g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarda Allohga kamoli ixlos bilan iltijo qiladi. Allah ularni aman esen quruqliqqa chiqargan chaqda bala qazadan qutuldurgan Allah'ını unutup nagahan Allah'a şirik keltirdi. Ular bergen nimetimiz, yani denizden qutuldurganligimizga noshukirlik qilib baqsin, qalgan ömürlerinden bahriman bo'lsin. Bular ishning oqibatini kelgusini biladi. Allah bu oyatda dünyanın arzimas bir narsa ekanligi, uning zavolliqqa yuzlanadiganligi, tugab ketadiganligi, mangu davom qilmaydiganligi, dunyoning narsalarining faqat o'yin, kulka va g'aflatdan iborat ekanligi haqida xabar qiladi. Shubhisizki oxirat yurti haqiqiy hayot yurtidir. Ya'ni zavolliqqa yuzlanmaydigan, tugamaydigan, mangu davom qiladigan haqiqiy hayot yurtidir. Agar ular bilsa edi, albatta mangulik dunyoni fani dunyodan ortiq ko'radi. Ondan Allah mushriklarning qiyin ahvolda hech shirki yo'q, yolg'iz Alloh taologa yalvorib duo qiladiganligidan xabar qildi. Ular davomli shunday duo qilsa bo'lmamdi? Ular kemiga chiqib g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarda Allah Teala'ga kamoli ixlos bilan iltijo qildi. Allah bu haqda mundaq deydi: sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chog'inglarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohli keladi. Ya'ni inson mundaq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Allah sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman esen quruqlikqa chiqarganda
yüz öğreysizler. Yani ixlasinglar tugab, avvalgi altinglar qaytib olasizlar. Allah ularni aman esen quruqlikqa chiqargan chaqda balo qazodan qutuldirilgan balo qazodan qutuldirilgan balo qazodan qutuldirgan Allohni unutib nagahan Allohga shirik keltirdi. Ular bergen ne'matimiz, yani dengizden qutuldirganligimizga naşükürlük qilib baqsin, qalgan ömürlerden bahriman bo'lsin. Arab tilshunoslari, tafsirshunaslar va aqida ulamalari liyakfuru degan oyatdagi bu lamni oqibatni bildirish uchun kelgan lam deb ism berdi. Chunki ular naşükürlük qilishni maqsad qilmaydi deyildi. Ularga nisbatan shundaq bo'lishida shak yo'q. Ammo Allah Taalaning ularga uni belgilishiga va ularni unga giribtar qilishiga nisbatan u illatlimi bo'ladi. Biz buni Allah Taalaning Firavunning oilasidagilar Musani oqibat o'zlariga dushman va xafalikning manbasi qilish uchun degan oyatini tafsir qilganda tushundirdik. Ular, yani mushriklar ko'mamdiki, biz haramni aman joy qildik. Halbuki ularning atrofidagi kishilar asir elinyotidi va o'ltirilyotidi. Ular batılga işinip Allah'ın nimetini inkar kılamdı. Allah'ı yalganını çaplagan ya ki hak kelgende onu inkar kıygan adamdın mı, zalim adam var mı? Cehennemde kafirlığa cay yok mudur? Elbette var. Biz için köreş kılganlarını elbette yolumuzga yetekleyimiz. Allah hakikaten yaxşı iş kılgıçılar bilen bildirir. Haramning hurmatlik qilinganligidan vaz nasihat va ibrat ilish to'g'risida. Allah bu oyatda Qurayshlarni ular Makkada o'ltirishlik bo'lsin yoki sirtdan kelgan bo'lsin, Allah kishilarga xotirjam qilgan haramda o'ltiraqlashtirganligidan iborat ular qilgan yaxshiligini bayon qiladi. Kim haramga kirsa, u xotirjam bo'ladi. Qurayshlar katta xotirjamlik ichidadir. Haramning atrofidagi a'robiylarning bir-birlariga til ahonat qiladi. Bir-birlarini o'ltirishdi. Allah bu vaqtda mundaq deydi. Quraysh qo'g'danganliklari uchun ular qishliq va yozliq safarida qo'g'danganliklari uchun bu uy, ya'ni Baytullahning Rabbiga ibodat qilsinki, u ularni ochliqda oziqlantirdi. Ularni qo'rqinishdan amin qildi. Ular batılga ishinib Allohning ne'matini inkor qilamdi. Ya'ni ular o'zlariga berilgan bu katta ne'matga Allohga shirik keltirish, Allah Taala'ni qo'yib butlarga, shiriklarga cho'qinish bilan mushundaq shukr qilamdi. Allohning bergan ne'matiga kufrlik qiladigan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqesiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Ular Allah Taala'ning bandisi, elchisi va payg'ambar bo'lgan Muhammad alayhissalomni inkor qildi. Ular Allah Taalaga ixlos bilan ibodat qilishi, Allah Taalaga shirik keltirmasligi, payg'ambarni tasdiq qilishi, uni izzatlishi va hurmatlish lozim edi. Aksicha ular uni inkor qildi. Uning qarshi urushib, uni o'z ichidan haydab chiqarib etdi. Shunga Allah Taala ularga bergan amonlik, esenlikni ulardan tortib oldi. Ulardan nurg'unlari Badr urushida o'ldirildi. Ondan Allah Taalaning, uning payg'ambarining va mu'minlarning davlati qurildi.
Allah payg'ambariga Makkani fath qilib berdi. Ularning ig'iz burunlarini to'pi bosdi va ularga xorliq yetdi. Allah'a yalğanını çaplagan yoki haq kelganda uni inkor qilgan odamdimi, zolim odam bormi? Ya'ni Allah Taolaga yalğanını çaplagan odamdimi qattiq azobga duchor bo'lgan hech bir odam yo'q. Ularning ichidan haqiqatan Allah onunğa vahiy qilganmish. Onunğa hech narsa vahiy qilgani yo'q. Degichilar va kelgusida Allah nazil qilgan narsaga o'xshash narsani menmi nazil qilaman degichilarmi bor. Mana mushundaq haq kelganda uni inkor qilgan odamdimi qattiq azobga duchor bo'lgan odam yo'q. Chunki birinchi xildikilar Allah Taolaga yolg'onni chaplag'uchidir. Ikkinchi xildikilar haqni inkor qilg'uchidir. Jahannamda kofirlarga joy yo'qmidi? Albatta bor. Biz köreş qilganlarni, ya'ni payg'ambar alayhissalomni, sahobalarni va uning qiyomat kunigacha ergashganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Ya'ni albatta ularga dunyo va oxiratda yo'limizni ko'rsatib beramiz. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. İbn Abu Hatem ukaliq Abbas Hamdani'nin Allah Teala'nın biz üçün köreş qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Allah hakikaten yaxshi ish qilguvchilar bilan birgadir degan oyati haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bilgan narsalarga amal qilganlarni bilmay qolgan narsalarni bilishga Allah yetaklaydi. Bilgen narsalarga amal qilganlarni bilmay qolgan narsalarni bilishga Allah yetaklaydi. Subhanalloh. Ahmad ibn Abu Havari mundaq deydi. Men yuqoridagi so'zni Sulaymon Daroniga so'zlab berdim. U buningdan hayron bo'lib mundaq dedi. Kimga birer yaxshilik ilhom bilan bildirilsa, uni asardan anglag'ucha onunğa əməl qilish zörür emas. Eğer onu əsərdən anlasa, onunğa əməl qılıdı. Allah Teala'ga hamd sana aytıdı. Ta ki anlagan əsər dilideki ilham arqılıq bildirilgen yaxşılıq bilen muvafiq qilishidi. Allah hakikaten yaxşı iş qilguvchilar bilen bildirir. İbn Abu Hatem Şa'bi'nin mundaq deganligini rivoyat qildi. Meryem'nin oğlu İsa aleyhisselam mundaq dedi. Şek şübhisiz ki senin sana yaxşılık qilgan adamga yaxşılık qilishing yaxşılık qilgan hesaplanmaydı. Belki sana yamanlık qilgan kişiga yaxşılık qilganliging haqiqiy yaxşılık qilganliging hesaplandı. Senin sana yaxşılık qilgan adamga yaxşılık qilishing yaxşılık qilgan hesaplanmaydı. Belki sana yamanlık qilgan kişiga yaxşılık qilganliging haqiqiy yaxşılık qilganlik hesaplandı. Haqni bilguchi Allohdir. Elhamdülillah. Şunun bilan Sura Ankabutning tafsiri tugdi. Kelar qitimda Sura Rum 1-oyatidan boshlab anglaysizlar inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.